Shahiy nima dedi? Короче, Shahinning kartasiga pul tashlab berish kerak bo'lgan ular u yoqdan, nar yoqdan. Hamid. Hop. Shundoq bordi. Rasmni o'chirib yuborish kerak bo'lgan. Meni ko'zim oldimda video qilib tashlab qo'yishim kerak bo'lgan. Bo'ldi, hech nimani bilmayman ham boshqa ham. Rasmlarni o'chirdi. O'chishdi. Hoy, ichmadim-da. Yo'q, uni Hamidov ketganmi, borib rasmlarni o'chirtirib yubordi. Ha, Hamid. Hamidov ketmaganda sen ham qamalib ketarding, Alloh alam. Ha, o'shani men yuribdi. Hozir men bunday turib meni oshnam dedi. Ular tomondas dedi. dedi. Ovoz kimdadir biznes qilyapti, zo'qchilarmi? Aynan nimaga ovoz hozir narman dedi-yu. Endi mana, endi narman. Qara. Sen qarachi naqd pul berdimi yo kartasiga tushirib berdimi? Kartasiga tushirib berdi. Naqd pul olmayman deyishibdi. Ben umuman naqd pul olgani naqd qo'y debdi. Voy onasini sizga. Endi mayli-da, puxoy. Mister. Ayjalab ham xabardormi deyman. Ayjalab dugonasi edi. Ayjalabdan bir so'raykan, bilmagan, eshitmagan gaplarim bilamkan. Ayjalab to'g'ri shindigina guringchasini olaman. Amini yeb ketibdi bila. Gul beringlar, gul. Gul beringlar bitta-bittadan. Yo banavrot biznes naxir. Gul bir donada hamma. İşlemayaptimi deyman, bilad ish pish qilmayaptimi deyman, chexiyaya. Gul beringlar. Joker, baxti. Joker. Ya opa, men o'zi anchadan beri diyeta qilyapman. 66 kilo, 67 kilo bo'lib qoldim hozir. Anchadan beri diyeta. Adam, besti zo'r tashladim, ana. Ana. Qorinlar yo'qolib qolibdi, ancha. Ay, yo'q ketdi, mana ko'rmayapsanmi? O'sha Ana san anaqa qil, jigar 130 kilo ketibsan, Sardor. Onasi sizga urush bo'lyapti. Qayerda zal qilsa urush bo'lyapti-yu. Mana qara, mana. To'g'ri. Ovqatlarda og'iz ochdim, hozir 2 dona narsa yedim, bo'ldi, tamom, bekitaman shu. Bo'ldi, hech qo'la yemayman. Diyeta qilmasang bo'lmaydi. Qara. Kecha soat 2da, yarim kechasi 2da onasi sizga bomba tushdi. Bugun ertalab soat 8da tushdi. Bugun abitda soat 12da tushdi. Bugun abitdan keyin soat 4:30da tushdi. Kechki payt og'iz ochar shunday bo'lgandan keyin 6:30-7da yana bitta tushdi. Biznes bo'lyapti bu yoqda onasi. Dunyoni 6-chi bo'lyapti-yu, dunyo biladi bular emas. Turkiyani ham urdi desam, Istanbulda yo'qdi. Turkiyani ham uribdi ba'zasini. Bugun Erdo'g'on chiqib gapirdi-ku, biz yaxshi davlat bir-birimiz bilan. Turkiyani ham urdi. Turkiyani o'ziga urmayapti. Yoqda bazasi bor-ku, Amerikan bazasi. Amerikani qayerda bazasi biz o'sha solyapmiz. O'sha baza. U Lexus akam keldimi? Endi ko'rdim men. Mena aytib juda ko'p tanaat akalar ko'ryapman. Alex akamni ko'rdim. Alex aka, assalomu alaykum. Alex akam ham qaytibdi. Jannatim akam. Turkiyani baza qayerda biz 15 ta bazasini uribdi. Amerikan qayerda bazasi bo'lsa urgan hammasi. Bля, dunyoni otim seryozni bolalar. Onasi sizga tinchlik bo'lsin. Qara, endi hozir shun bilan 3-jahon urushi boshlanib ketdimi, ha? Yo'q, urushmas. Ikkita uchta davlat urushyapti, xolos. Tinchlik bo'laversin, ilohim. Ta'minlarni bizning vatanimiz tinch bo'lsin. Yangilardan eshitib kelayotgan guring qilamiz, davay.